Assalomu alaykum avvalambor butun dunyo ahliga. O'zbekiston Respublikasi Xalqaro inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Buxoro viloyat bo'limi raisi G'afurov Nurlo Shukrovich bilaman. Birinchidan mingdan ming rahmat shu O'zbekiston Respublikasi prezidentiga Shavkat Miromonovichga. Men u kishi bilan Jizzax Arnasoyda ishlaganman, non tuzlarni yeganman. Jizzax viloyati eng qoloq viloyat edi. Shavkat Miromonovich kelgandan keyin shu Arnasoy bahonasida mashinalar ishlab ancha infrastrukturalar o'zgardi. Xalqqa yengilliklar berdi. O'sha viloyatda xalqning infrastrukturasi o'zgardi. Xudoning taqozosi bilan u kishi bosh vazir bo'ldi. Bosh vazir bo'lganlaridan keyin 2005-2006 yilda biz borib u kishining qo'li ostilarida Tex Investga, ya'ni bizni davlatimizga shu investitsiya kirib texnologiyalarni keltirib ko'rsatishdi. Katta forum edi. Shu forumda biz 18 xil mahsulot, ko'rpa ishlab chiqaradigan zavod, mini zavod, un zavod qo'ydik. U kishining sa'y-harakatlari bilan. Shundan so'ng biz davlat zaxirasiga yetishtirib beradigan bo'ldik. Aradan ozgina o'tmay yog' zavodi, keyin mevalarni quritadigan quritgich, qaladiliklar qo'yish borasida ozgina kelishmovchilik bo'lib qolib, bizlarni barcha bazalarimizni tortib olishdi. O'shanda ham biz birovga chiqmadik, birovga yozmadik. Bundan oldin Belarusdan mani yaxshi ko'zimga yoki bizni pulimiz yo'q edi o'sha payt. 94-yillarni gapi. Toza biz mustaqillikka Soyuzdan o'tgan edik. Soyuzdan mustaqillikka o'tgan edik. O'shanda pulimiz so'm kupon edi, so'm kupondan so'mga o'tdi. O'sha texnikalarni keltirib berilmay, ya'ni o'sha Qoraqalpoq Respublikasi Beruniy tumani Karako'zak tog' granit o'nbarni bizga berishdi. Rahmat shu Belarusga, prezident Lukashenkoga 678 ta naminovanniy texnikalar berildi bizlarga. Tog'ni kesib o'tish, zarbat qilish, shu ishlar bilan shug'ullanib, asta-asta shu bazani olgan edik. O'sha bazaga 2006-yil Shavkat Miromonovichning sa'y-harakatlari bilan biz keltirib, ana shu ko'rpa zavod, un zavodni qo'yib, keyinchalik yo'q, nima bo'lgandan keyin o'shanda biz texnikalarni ko'tarmadik. Kim oldi, nima qildi, nima qo'ydi. Undan keyin mana bu bazani olgandan keyin ham ko'tarmadik, yozmadik. Mana men inson huquqini 10 yildan beri 17-yil Zahidov Marat Teshavich menga ashakalo shu ishni Xudo rahmati qilasan, men qilolmayman desam ham qilasan deb shuni 2017-yil Shavkat Miromonovich bilan bir kunda biz o'tganmiz. U kishi O'zbekiston Respublikasi prezidenti, men Buxoro viloyat inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasi bo'lim raisi bo'lib o'tganman. Barcha hujjatlar bor, lekin
ba'zi bir xil tashkilotlar kelib kavlaydi. Nima qilyapsizlar, nimaga? Bemalol. Mana 54-30 prezidenti farmoni ijrosi ta'minlanmaydi. Bu bir yil emas, 2 yildan beri, 730 kundan beri bular bizga xalqni qabul qilish xonalari, asbob anjomlari bilan berilishi kerak. Berilmaydi. Biz xalqni qabul qilsak, yana ular nimaga bular qabul qilyapti? Nimaga bular? Prezident qaror chiqargan. Prezidentning qarori bo'yicha biz ishlab turibmiz. Biz ganimiz yo'q. Bizga xalq kelyapti. Joylarda xalqni mensimaydilar. Xalqni eshitmaydilar. Eshitishni ham xohlamaydilar. Hammasi hisobot. Shavkat Miromonovich ularni barchasini islohot degan so'z. Islohotlar qilish kerak. Mana bir misol Surxondaryo. O'sha yerdan 300 kishi keldi. O'tirib yozdik. Jo'natdik sizga. Rahmat sizga. Bir haftadan keyin siz barcha shu nogironlar davlat himoyasida deb qaror chiqardingiz. O'shangacha 2017-yil sizning chiqargan 52-70 qaroringiz bilan mukofot uylar berilgan nogironlarga. 25-yil oktyabrdan kelib ularni chiqarishni boshlashgan. Ular dekabrga yozgandan keyin menga kelib sizga chiqdik bizni xat bilan. Chiqqandan keyin ular to'xtadi. Qilmadi shu ishni. Yana hozir joylarda hokimlar, sudlar, mahallalar yo'l bermay ularni chiqarishni boshlashdi. Qarshi viloyati bizga xat bilan chiqqan bir gektar yer masalasi umuman ko'rilmagan. Keyin infrastruktura biz borib ko'rdik, maktab, bog'cha, poliklinika, больницаlarni aytib bermaydi. Qarab olmaydi. Qani haqiqat bergan? Qani prezident farmoni, qarori ijrosi? Qani? Umuman xalq manfaati, xalq yo'lidagi chiqarilgan farmon qarorlar ijrosi yo'q desa ham bo'ladi. Yana turib aytishadiki, muhtaram prezident. Muhtaram deguncha ishni qilgan prezidentni o'zlari muhtaram deydi sanga. Biz ishlab ko'rganmiz o'shani. Ancha yo'llarni bosib o'tganmiz. Lekin xalqni uncha ham yerga urmaydilar. Bola puli berilmaydi. Sog'liqni saqlash qaralmaydi. Bog'cha, maktab umuman. O'sha oila o'tirib qolsa ham axlat puli oladi. Axlotiga ham qaramaydi. Olmay ketadi. Bizga ancha chiqishadi, lekin ko'plari bilishmaydi. Mana yaqinga G'ijduvonga bo'lgan edik. Rahmat prezidentimizga G'ijduvon Charandaraga edik. O'sha G'ijduvonda bo'lganimizda odamlar bizlar bilan muloqot olib bordik, joylarni ko'rdik. Bog'cha yo'q. Maktab turibdi, yuzi harafat qilingan. Poliklinika, ambulatoriya desak ham yo'q. Больница yo'q. Xalq 7 kilometrdan bachchalar maktab keladi.
yerda loy, suv yo'q, gaz yo'q, gaz ballon o'lim bilan barobar bo'lish. Mana kecha 14-aprelga Mishustin bosh vazir Rossiya Federatsiyasi bilan bizni O'zbekiston Respublikasi bosh vazirimiz Abdulla Aripov qo'l qo'yishdi. Ming rahmat. Mana gaz, neft bizga kuti yo'q yetishtirib beradi. Eng yaxshi qulay muomala uchun. Bu hammasi xalq manfaati uchun. Prezident jon kuydiribdi. Joylarda hokimlar, davlat tashkilot rahbarlari ishlamayapti. Hisobot anamdan beribdilar. Lekin oddiy xalq bilan uchrashib, sana nima muammong bor, nimani yechib beraylik degan so'z gap yo'q. Mana yaqinda biza shu mart oylari endi fevralmi biz 66-bog'chaga borgan edik shaharda. Rahmat o'sha tarbiyachilarga, rahbariga rahmat. Keyin 13-maktab borgan edik. Maktab direktoriga, o'qituvchilarga rahmat. Koson bilan Buxoro shahridagi maktablar, bog'chalar o'rtasida tafovut katta. Yoki 35-maktabda bo'ldik. Maktab direktori o'qituvchilari yaxshi tarbiya beradi, o'quvchilarga yaxshi darslik o'tadi. Har bitta xonalarni qayerga kirmaylik kullar turibdi. Hammasiga, maktabiga ham, bog'chasiga ham shu ahvol. Kullar turibdi, suv bor, monitoringlar turibdi, katta ekranlar turibdi, kompyuterlar turibdi. Nimaga boshqa maktablarga yo'q? G'ijduvonga aytmasam bo'ladi. Ana G'ijduvon. Buxoro tumaniga aytmasam bo'ladi. Shu shaharda ichida ham maktablar, bog'chalar. Bu hisobotni yig'ishtiringlar, o'zimizni bolalarimiz, o'zimizni farzandlarimiz, bizni buyuk kelajagimiz deymiz. Lekin buyuk kelajagimiz poydevorni ko'ringlar. Prezidentimiz jon kuydiribdilar. Xalqni ish bilan ta'minlama, hokimlar xalqqa ish o'rni yarat, xalqning infrastrukturasini yaratib ber. Qancha mablag' yetkazib beramiz deyaptilar. Lekin ishlab chiqarish bo'lmasa, bu xalqqa qiyin bo'ladi. Ular farmonning ijrosini bajarmaydi. Mana sizga misol. 54-30 2 yil 730 kundan beri mana shu uyimdan chiqaman. Murojaat deyishadi. Murojaat emas, biz taklifning maqsadi nima? Prezidentimiz farmon qarorlari ijrosini joylarda bajarishsin. Xalqimiz, elimiz, yurtimiz deymiz-u, xalqqa qaramay qo'yishgan. Bir balansaga borib qarab bo'lmaydi. Men shu yaqinga yotganimga rahmat o'sha Muhsinga direktorga, keyin Ro'ziyev O'ktamga rahmat. Shu ko'rdim odamlar bilan muomalalarni, suhbatlarni, kulib gapiribdi. Ko'ngli ko'taribdi. Uni kasali yo'q qolib ketdi. Ba'zi bir xil, mana biz G'ijduvonda bildik, yoki yana Shoqirkonda bildik, yoki Kosonda bildik. So'ramaydi ular. Kimga qilyapsan, nima qilyapsan? Bu
o'zimizni xalqku, o'zimizni yurtimizku. Yana bir aytibdilar prezident, beringlar ishchilar. 5 yildan beri beramiz ishchilar. Yo'q, aytinglar, kerak emas, tamom, biz yig'ishtiraylik, tadbirkorlarga aytaylik, boringlar ishlaringizni qilinglar. Hammasi yolg'on ekan, cho'pchak ekan deb aytaylik. Bu nima hol? 5 yil, bir emas, 2 yil, 5 yil. Rossiyadan kelibdi. Sani o'sha ishchi loyihangni barcha smeta proyektlarini biz finansировать qilamiz. Biznikilar esa qurishga yo'l qo'ymaydi. Biznikilar pul bersin. Agar biz ulardan pul olsak, erta ular bizani tadbirkorlarni kissasiga, mashinasiga bir nima tashlab turadi, yo'qottiradi, o'zinikini qo'yadi. Pulni kim qaytaradi? Mana shu tomonlarni biz ham o'tirib o'ylayapmiz. Bironta rahbar, prezident aytibdilar, tur javob bering desalar gapirolmaydi. Turing, siz yozib oling, siz nima qiling, sizga yuklatiladi, sizga deydi. Lekin javob qani? O'shalar turib, ana bu ish bo'ldi, ana bu ish bo'ldi, ana bu ish bo'lmadi deb birontasi hisobot bermaydi. Xalqni dardini hech kim eshitmaydi. Xalqni oldiga hech kim bormaydi. Hokim qabulxonasiga o'tiribdilar. U qabul joyida yechilmaydi, borib, ko'rib, yechib berish kerak. Mahallasi o'tiribdi. Mahallasini o'zi bironta mahalla ishlamaydi. Ishlamaydi. Hammasi xo'ja qo'rsinga hisobot. Agar bular hisobot bermasa, odamlar bizga kelmaydi. Odamlar bizlarga kelgandan keyin hokimlar bizga kabinet bermaydi. Yoqmaydi ularga. Mana bir misol, Mehmet aka degan 81ga kirgan momo shu bizdan 200 metr narida turadi. 15ga shu 5 bir kalidir, bir ko'hna bir mehmonxona uyi bor. Order berilgan. 10 yil oldin xotini, qizi, 2 o'g'li o'lgan. Yaqinga 5 yil bo'lgan xotinni olgan. O'shani quvib chiqarishyapti. Yana qayerga etib tiqishyapti. Ofisdagi etib tiqibdilar bir kunjakka, bir kichkina nima, tualet dush boshqa joyga. U o'zi pochkasi bittasi bo'lmasa, jigari nima bo'lsa, shilang bilan ikkita qo'ltiq hasoda yuribdi. Qanday uni tushunish mumkin? 13-ga yozdi, borib prokuraturaga topshirsa, prokuratura rasmni u kishini olib, prokuratura departament adliyaga qo'l qo'ydirsa, 13-ga, 14-ga rahmat adliya aytibdiki, ko'rilib chiqiladi, to'xtatilsin sudga degan. Xat bergan. 14-chi. Lekin 19-20 kelib uni chiqarib ofisga yetib qoldilar. 27-ga ofisga dushanba kuni yetib qoldilar. Qanday tushunsa bo'ladi? Mana 9-may xotira kuni.
barchamiz o'sha kunni intizorlik bilan kutamiz. Nima chunki biz uchun ota-bobolarimiz o'z jonini jaborga berib shu kunga yetishimizga sababchi bo'lishgan. Lekin mana bu ishlarga biz hayron qoldik. Biz yana bir marta aytamiz, administratsiya raisi Saida Shavkatovnaga mingdan ming rahmat. Prezidentimizga aniq va lo'nda kiritib tushuntirib beribdilar. Tanzila Norboyevaga rahmat. Tushuntirib, yo'l-yo'rig'i bilan xatlar uzatibdilar. Lekin qilishmayapti bular. Yoki Abdulla Mehriddin Razzoqovich Hisob palatasi uzatibdilar. Rahmat, ancha odamlarning ishlari yechildi, muammolari yechildi. Shu sizlarga bormasdan, yuqoriga bormasdan joyga yechilsa bo'lardi-ku. Nimaga yechmaydi bular? Yo'q, yuqoridan buyruq bo'ladi. Bular qilish kerak. O'shangacha yo'q. Nimaga? O'ylik bo'libsan. O'sha ustalga o'tiribsan, shu insonlar ustidan o'tiribsan. Shu uchun bayramni yaxshi o'tkazaylik. Joylarda muammolar yechilsin, joylarda prezidentimizni farmon qarorlarini ijrosini ta'minlanglar. Yechinglar. Tadbirkorlarga bo'laydigan bo'lsa aytinglar, bo'ladi, bo'lmaydigan bo'lsa yig'ishtiringlar deyin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yaxshi kunlar bo'lsin.